uyni qurib qo'ygansiz, ha? Ishingiz zo'r. Endi mana shu gigant Nissan Patrol Platinum ham bosib yuboring. Eng full pozitsiyasi kelib qoldi. Bitta like bosib, hamma hojaga yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. 5.6 объемli, eng katta motorli, xullas eng full pozitsiyasi jigar. Probegi ham 7600. Yangi mashina 2023-yil, mana shu ham 130 mingga olingan. Va atigi 7000 yurilgan. Necha pulga berib yuborsizlar? Ha? Endi bu hoja akalar mashinani nima deydi? Yoqmagandan sotib yuborishmaydi. Ko'p katta kichik mashinalar olib tashlashadi, bekorga yotgandan ozgina haydatib sotib yuborib, yana kengasini olishadi. Вообще ishkalat narxli ekan. Navoroti. Вообще ko'p. Mana qara rejimlari ko'p-da, bir barmoqli yetmasa kerak. Ishkalat narxli ekan. Like bosib tarqatib. 79 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. 7600 yurgan 130 minglik mashina shatta bosib yuboraylik pulingiz bo'lsa. Ko'rishsin, sizni qanchalik mol davlatingiz borligini, boyligingizni. Unaqa bekitib, yastuntiga saqlab yurmang. To'g'risida.